Tarkibida oqsil, yog', qanit, har xil vitaminlar, mineral moddalar, karotin mo'l bo'lgandan sirt, olma kislotasi, limon kislotasi qatorliqlar mo'l. Bihi yupurmaq tashlaydigan 5-6 metr egizlikda o'sadigan daraxt bo'lib, har yili 4-oylarda oq chechaklaydi. Mevasi 10-oylarda pishadi. Bihini shubeti yeyishkimi, bihi murabbasi yasashqimi, bihi qiqi quritishqimi bo'ladi. Shifoliq roli. Bihi tarkibida odam badaniga foydali moddalar ko'p bo'lg'achqa, uni muvofiq iste'mol qilsa, miya va yurakning xizmatini kuchaytirib, har xil kasalliklardan saqlaydi. Uning tarkibida vitamin D mo'l bo'lg'achqa, rohat kasalligining oldini oladi. Vitamin B mo'l bo'lg'achqa, nerv sistemasining xizmatini kuchaytirib, nervini yaxshilaydi. Asli tutish qobiliyatini o'stiradi. Ishtihosizlik, uyqusizlik, issiq o'tib ketish, ichki surish, qo'saq ko'pish, suydik ravon bo'lmaslik, jigar, o't, oshqozon, uchay, bo'g'im yallig'i, qo'l tartishib qilish, muskullarning bo'shishib ketishi va har xil ishiqlarni yondirish qatorliqlarga shifo bo'ladi. Buningdan sirt miya qon tomir kasalligi, yuqori qon besimi qatorliqlarga shifo bo'ladi. Samirib ketishning oldini oladi.